Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday qo'nishmi? Hozir qo'tanlar xayrli bo'lsin. Bugun masalaga shu Almaniki yangidan chiqqan shundoqchiq yangi texnikalarni ishtirak bir tunishtirib o'tay dedim. Bu endi sizlarga Almaniki paychikini ilonlar deb davsiya qilamiz. Hozir yana shu Alma shirkitiningki biz Uyg'urlarniki bu zo'rlangan emgak tarafda shundoq chetishligi bor. Bu taraflarda Alma şirketiga davomli besim berishimiz kerak, amalga chiqarib o'tishimiz kerak. Lekin yana jiqsimiz shu Almaniki mahsulotlarini ishlatamiz. Ham kelgusidami mushu Almaniki yangidan chiqqan texnikalarni tushunib olsak, boshqa sohalardami nurg'ulg'an shu sunni idrak tarafdagi bilimlarimiz texnik oshdi deb bu filmda ishildi. Yangidan chiqqan texnikalar bilan bir tanishib chiqaylik. Birinchisi bo'lsa sunni kimlik, o'zimizning kimliklarning kelgusida bo'lsa, balki shu qo'limizdagi kinishkilarning hammasi yo'qolib ketishi mumkin. Hammasi sunniy bo'lib ketishi mumkin. Ba'zi yerlarda sunniy kimlik shu telefonlarga ham kinishkilarimizni o'zimizning kimlik, shu rasmiyat narsamizni elektronlik telefon yoki sistemlarning ichiga kirib ketishi mumkin. Bu jihatda yana yetilmagan ba'zan yerlari bor, lekin buni black zanjir sistemasi bilan balkim bu taraflarni yasab bo'ldi, o'ngishvatgan bo'ldi deb qaralmoqda hozir. Ikkinchi yangidan chiqqan texnikasi bo'lsa, Almaniki odamninki badaniki shu salomatligini har vaqt kuzatib turish, shu mangan qadamlardan tortib o'ziniki qon besim, yurak so'qish hamma narsada ozroq normalsizlik yuz bersa, shu zaman sizdan savol so'raydi. Agar savoliga javob bermay, agar sal normalsizroq bo'lsangiz, balkim udillam qutqizish xodimlarga, doktorxonalarga telefon qilib o'zi signal berish mumkin deydigan ayollar bor ekan. Aynan keyin yana bu har odam o'ziniki salomatlik rekordini sistemnikisi boshqalar bilan teng ham bahriga bo'ldi ekan. Yangidan chiqayotgan sistemlar ham o'zingizniki odatda mangan qadamingizniki ritmini o'zi bildi ekan, o'zi sistem kirgizib oldi ekan. Ham taraflardan metrlab, masalan, qon besim, yurak so'qish taraflardan agar shu yo'l mengish ritmingizdan ozroq o'zgarish bo'lsa, u chog'dami balkim sizdan signal so'raydi ekan, bising qiyotamdi yo bearam bo'tamsa degandek savollarni so'rashi mumkin ekan. Andan keyin biz shu sistemlarni balkim Almaniki soati bor, iWatch. Mushu iWatchning sistemasiga texim jonqur kirgizib, bundan keyin bu texim jiq odamlar mushu Almaniki soatini ishlatishini texim jiqlatishi mumkin deb qaralmoqda. Ondan yana Almaniki amaliyotda o'zining shirkatniki sistemasi shunday yaxshi, o'zining mahsulotlari unda jiq emas. Mahsulotlarining tipi, telefon, kompyuter, andan keyin soat, burun iPod vaqti, hanki hozir yangi chiqqan AirPod deymiz, quloqdan anglaydigan. Bundan keyin balkim mush narsani ishlatgan odam bag'anzir jiqlab ketishi mumkin. Balkim telefonni ishlatishimi ham ozlab ketishi mumkin. Nurg'a odam olmish soati bilan ondan shu quloqdagi shu AirPod bilan ham jiqishlarni qilib yetishi mumkin. Shu AirPod nomi ba'zi texnik jiqlab ketishi mumkin. Balkim nurg'a odam bir kun quloqdan avatmasligi mumkin deb qaralmoqda. Andan keyin bu narsalarni balki chinatadan yalarga berib juyinganlarda quloqdan avitib, hanki unutib qolgan ishlar bo'lib qolsa-mu, o'zingizniki boshqa Almaniki mahsulotlar bilan, telefon yoki soatlar bilan uning signal berish mumkin ekan. Siz ma'nosini unutib qolding, ma'nosini yo'qtirdi, uniki joyi miyada degandek. Andan keyin ham bir shunday ko'rinarli bir texnikasi yana taraqqiy qilibdi. U bo'lsa-mu shu biz Zoom'ni hammamiz bilamiz. Zoom'niki yaqinda shundaqchiq bozorlar chiqib ketdi, lekin o'zim ancha yaxshi ko'rmayman bu shirkatni, chunki buniki keyinda Xitoy boshliq deb olgan. Men bu burun qiyos qilgan, balkim Alma şirketinin mush tarafdan taraqqiy qilishi mumkin deb, chunki Almaning nurg'un taraqqiy qilgan naqd pullari bakchi har xil sohalarga mablag' sog'dak. Shunaqa mushu Almaniki FaceTime va yuz turani ko'rishgan sistemsida balkim yig'in oshqili bo'lgan qilib shu Zoom'ga o'xshash taraqqiy qildirgan yalarga yetmoqchi deb ko'rilmoqda. Andan keyin biz Siri'niki sistemini bilamiz. Buni kelgusida Apple TV degandek televizorda telefonimizga narsalarni qo'yib ko'rgan vaqtlarimiz ezginak bilan emas, balki ovozimiz bilan ham hamma narsani kontrol qila olishimiz mumkin. Jiroq yaqinlarni sezaladigan holatlarga yeta olish mumkin deb qaralmoqda. Andan keyin yana bir chiqayotgan sistemasi bo'lsa, shu hamma narsalarni skan qilish, buni biz Uyg'urcha soyalash deydiganmiz, shu ko'paytirish. Bu shu masalan biz odatda telefonimizda, kompyuterimizda
shu so'z yoki nomerlarni hammasini tanlab ko'krangliq qilib olib, undan keyin buni yo bo'lmasa shu soyilab chiqarib olamiz, soyilash mashinamizda, yo bo'lmasa boshqa yerga ko'paytirib olamiz. Mushlar ko'paytirishlarni masalan bundan keyin shu bir yerlarda bir oshxonaning ustidagi xatlarni bo'lsa, shu telefonimiz bilan uni soyilab chiqarib olib bo'ldik. Shu xatlarning nomerlarini ishlarimizga texmo osonlik, oddiylik bo'lib ketgan. Masalan, ba'zan o'qituvchilar doskaga bir narsani yozgan bo'lsa, shu doskadagi xatlarning o'zini butun doskani rasm tatmasangiz-mu, shu xatlarning o'zini soyilab chiqarib ola olasiz. Shunda texnikalar chiqar ekan. Bugun shu Almaniki mushtinchilik texnik jihatlarda o'zgarishlarni sizlarga so'zlab berdim. Dunyo shunda ishlik taraqqiy qilyapti, shu sunni idrak taraflarda. Shu yangi texnikalardan biz xabardor bo'lib qolsak, bundan keyingi dunyo texnik o'zgaraydi, texnik taraqqiy qildi. Shuninga biz bularga cho'qim tayyor turishimiz kerak. Yildan yilga shunda taraqqiy qilyapti har sohalarda. Mayli Alma bo'lamdi, Google bo'lamdi, Amazon bo'lamdi, Facebook degandek hamda cho'ng shirkatlar shu sohalarni cho'ng yaxshi o'rganib, bilib, shu yerlardagi fursatlarni cho'qim chang tutishimiz kerak. Rahmat, agar bu qismni yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, boshqa taqdim etib qo'ying, boshqalarga tavsiya qilib qo'ying, obuna bo'ling, kelasi ko'rishaylik. Allohga emanet.